Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 2026-yil 13-iyulda turibdi. Hozir men sizlarga bir narsani ilandim. Andijon avtomobil ehtiyot qismlari bozoridamiz. Abdulatif akam ustamiz bo'ladi. Mana Mataris, Karobka, hadovoy qilishadi. Sardorbek degan sherik bor. Boshshamol. Turkicha ustamiz. Aziz vatandoshlar, men hozir Matiz avtomobilimizni, prostoy Matiz, eng prostoyi 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Davlat tashkilotida ishlaydiganlarga, xodimlarga berilgan Matizlardan men hozir shu Matizni g'irt prostoyda lyuks qildiryapman. Rulini gidravlikga qo'ydiraman, ichki obshipkalarini polni MX lyuks qildiraman. Video davomida sizlarga keyingi videolarimni ham ulashaman. Hozir boshlang'ich qismini ko'rsataman. Mana gidravlikaga hamma ularni yechishib mana tayyorlashyapti. Hozir Sardorbek ukamiz gidravlikani narsalarni olib kelgan, chiqib ketdi bozorga. Xudo xolasa 2 soatlar vaqt ketadi deyapti. Xudo xolasa gidravlikani qo'yishga. Plus mana elektrik ukalarimiz ham ish qilishyapti. Elektrik ukalarimiz mana yechishyapti. Xudo xolasa hozir yechishsa bozorga kirib, lyuksni zapchastlarini olib chiqamiz. Xudo xolasa bularni o'zini do'koniga o'tamiz. Chiroyli qilib qo'yishib beramiz. 2017-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, kilometri 168 ming bo'lgan xolos. Motor hadovoy, charotkalar zo'r. Kiyo bola? Nima deysiz? Obunachilarimga. Xizmatlar serob, to'g'rimi bizda? Xohlagan turida, xudo xolasa 90 217 3077 93 577 76 79 ga telefon qilaverasizlar. Meni mashinamni mashina qildirishim kerak, bunaqa qildirishim kerak, bunaqa qildirishim kerak degan bir maslahatlar bo'lsa, aytsanglar, xudo xolasa o'zimiz mashinangizni uyingizdan olib kelib, chiroyli qilib, shu qaytini nima qilish kerak bo'lsa, avtomat korobka bosish kerakmi, avtomat korobka bosib beramiz. Motor boshqa bosish kerakmi, boshqa motor bosib beramiz. Nimaiki mashinani nimaiki o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, xudo xolasa murojaat qilaverasizlar. Sizlar uchun xudo xolasa xizmat qilishdan charchamaymiz. Aziz obunachilar, telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa bitgan holatni ham ko'rsataman. Agar xaridorlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar, sotilaveradi. Sotiladigan mashinalar bular bari. Omon bo'lasizlar. Hozircha videoni tugataman. Mashina bitgandan keyin sizlarga yana bitta video obzor qilib joylashtiraman, ko'rasizlar, o'zingizlar baho berasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.